Yasmin Ha? Ayub bo'ladimi shunaqa qilib? Yana Ayubsi. Ha? Deydi. Yana Ayubsi. Ha? Deydi. Yana Ayubsi. Boshqa joyda bo'ladi. Ayubsi. Ha? Deydi. Ayub tug'amiz, Yusuf tug'amiz. Ikkita o'g'ilmi? Ha? Hmm. Bittasi Ayub, anaqa Yusuf sizniki bo'ladi, Ayub meniki bo'ladi. Rostdan. Yana bittasi Agdisha opamniki bo'ladi. Voy, 3tami? To'rttadi, uchta. 3ta. Siz bilan 4ta bo'lar ekanda. Opamga mushu, sizga Sabaka, menga Ayub. Siz Ayubni nima qilasiz keyin? Bundoq qilaman. Tepaga sakrataman, ushlab qolaman. Ayub qo'rqmaydimi? Mana qiladi. Qiladi. Mana shunaqa qiladimi? Qorni ochsa nima berasiz? So'zga. Bo'lmasam ovqat. Suv. Kasha. Kasha yaxshiroq lekin. Yammi kasha ustiga kashani anaqa tuz sepaman-da. Shakar seping. Tuz bilan shakar sepaman. Keyin uni ustiga pechenye qilaman. Kashani ustigami? Vashi mazali bo'lsa kerak. Keyin aralashtiraman-da, deb beraman. Yeydimi, yeyolmaydimi? Shimadi faqat. Qattiq o'paman men bebini. Yo'q, men yumshoq o'paman. Men qattiq o'pay. Yumshoq pibi. Xo'p. Nega? Chunki ular beyibiydi. Mumkin emasmi? Mumkin emas. Katta bo'lsa qattiq o'pamiz.